u yana borib uni qismlarga ajratib shuni tadbiq qilib ko'ra oladi. Ertasi kuni unda yangi g'oyalar paydo bo'ladi unda. U juda qiziqadi chunki. O'zim psixologiyani o'rganmagunimcha, o'zim psixologiyani o'rganmagunimcha qilganman bu xatoni. Juda ko'p ustozlarimiz qiladi bu xatoni. Va bunaqa narsa. Meni ishim. Men zo'rman, men bilimliman, meni ishim. Yo'q, psixologiyada bolani biz eshitishimiz kerak. Shunday, u bizdan zo'r. Chunki biologiyada ham mana biogenetik qonun bor-ku, avlodlar ajdodlardan eng kuchli dominant genlarni o'zlashtiradi, to'g'rimi? Shu sababdan avlodlar ajdodlarga nisbatan kuchliroq, aqlliroq, raqobatchanroq bo'ladi. Xohlasak ham, xohlamasak ham bu narsani biz tan olishimiz kerak. Hozir lekin ustozlar ham deb bilyapti-da, mana rus tili, ona tili ustozlari adabiyotlardan rasmlar chizilyapti. Bolalarimiz, yosh bolalarimiz bo'lsa, ingliz tilidan ham xuddi shunday, masalan, biolog bo'lib qoldik deyapti-da. Sababi, men endi tushunishim bo'yicha, siz tarixda ham gapirdingizki, sistemga o'tilganda, faqat shu narsalar endi bizlarning ongimizga singib, yangi sifatda kelyapti. Nima uchun ingliz tiliga qo'shilyapti? Nima uchun rus tiliga qo'shilyapti? Mana hozir siz aytyapsiz, chet el chiqish. Chet el nimalarini, texnologiyalarni o'rganish, hayotga tatbiq etish. Faqat bizda ota-onalar savol tug'ilib yotibdi-da, nima uchun ingliz tili nimaga chizmachilikka aylanib ketdi, rus tili chizmachilikka aylanib ketdi. Abda bir kun onatli ustozimiz kelyapti. Ya, nima dedi? Men tushunmayman dedi. Bugungi mavzumiz dedi, bobom nech pul pensiyaga oladi, uni kimlarga beradi, qanday xarajat qiladi dedi. Bu onatliga nima daxli bor deyapti. Endi u bolaga qiziqdi u. Nech pul pensiya oladi, qanday sarf xarajat qiladi, uning ichida ona tili bor. To'g'ri yozish bor, lekin to'g'ri yozish bilan birga dars qiziqarli o'tish va hayot bilan birgalikda STEM u. STEMligini hozir biza men o'sha payt hayol bo'lgan ekanman-da. STEM bilan bog'lagan. Ona tiliga nima daxli bor debdi? Fanlarni o'zaro bog'lab tashlayapti. Bundan keyingi rejalarimiz polni shunday bo'ladi. Hayotiy bog'lab tashlangan. STEMni nimasi? Misol uchun, mana shu o'sib kelayotgan bola nimani ko'rib katta bo'lsa, shu tarzda hayotiga tatbiq qiladi-yu. O'sha ortiqcha deb hisoblangan narsalar kerak emas. Misol uchun, oddiy bitta hayotimizdan misol keltiraman. Men sizga hayotimizdan misol keltiraman. Hayot bilan bog'laylik, kerak emas bo'lgan bitta narsani aytaman. O'sha xotin-qizlar hammamiz uyingizda 3 shirt joyingiz yig'ilib turibdimi? 3 shirt bo'lib turibdimi? Turibdi-yu. Kim foydalanadi o'ljanlardan? Bir yilda bir marta yotasizmi bittasiga? Mehmon uyiga qo'yibsiz. Shu mehmon bir yilda 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, boriki 4 kilo. Hozir mehmonlar yo'qmi? Endi menga aytingchi, o'shaning uchun xarajat qilinganmi, mehnat sarflanganmi, vaqt sarflanganmi? O'sha narsani hozir mehmon uchun qilyapman deysiz. Hozir u onangiz qilgani ham turibdi-da sizga. To'g'rimi? Bir yilda bir tashqariga olib chiqasizda, yana kirgizib qo'yib qo'yasiz. Lekin hozir hamma stol ustul nimaga o'tib ketdi. Zamonda orqada qolgis kelarmi? Stol ustulni ham olasiz. Endi menga aytingchi, qaysi kerakli narsadan voz kechishni to'xtatish mumkin-ku? Qachon to'xtatish mumkin? Ongli ravishda harakat. Bu bunday qilyapti ekan, bu bunday qilyapti ekan. Ongli jamiyatni shakllantirish, ongli nimani shakllantirish. Men Qarshi davlat universitetida o'qigan vaqtim, 4-kurs vaqtimda bir tatar kampirning uyida kvartirada turganman-da. Aytardi. Sizlar o'zbeklarga men tushunmayman. To'ylarimizni videosini ko'rsatardim-da. Mana bunday qildik, mana shu rasmlar ko'rsatardik. Shu to'yga ketadigan xarajatlaringiz kelin-kuyovga uy qilib beringlar derdi. Yashasin derdi. Ortiqcha dabdabada bizda ko'p. Endi bundayda ta'limni o'rganib, haqiqatan ham balandda. Lishni narsa, ortiqcha narsani ta'limdan odam yo'q qila oladi bu narsa. Masalan, matematikada integratsiya bor, to'g'rimi? Logarit juda ham qo'yi edi. 11 sinfda dars o'tamiz, hech kim quloq solmaydi. Demak, iqtisodiyot ham yo'q. Yoki 3 tasi, to'g'rimi? Kimiyada dars o'tamiz, 11 sinfda hech kim quloq solmay boshlaydi. Chunki ular bo'ldi bugun-ku. Ular unday emas ekan. Mana shu integratsiya bilan birgalikda o'tib ketaveradi. Kim masalan kimik bo'lmoqchi bo'lsa, yuqori bosqichlarda o'zi qiyin programmalar o'zi o'rganaverar ekan. Faqat hayotga bog'langan programmasi juda oson.
oson, lekin oson ham hayotga to'liq bog'langan hamma texnologiyalarni hammasi o'rganib bo'ladi. Lekin ana bizlar integrallarni bilmaydi ular. Oddiy maktab o'quvchisi bilmaydi. Lekin hayotda hamma narsani, masalan, bitta matosini, farqini, hamma narsani biladi. Chunki shuni hayotga tayyorgarlik ko'rgan o'zi, mana fanda, maktabda. Keyin masalan men ximik bo'lmoqchi bo'lsam, o'zi oliy ta'lim muassasasida o'zim shuni STEM bilan bog'lab o'zi o'rganib ketaveraman men. O'zim. U shart emas u, shundayda. Hozir juda to'g'ri, hozir integratsiyalashgan ta'limda juda ham chiroyli qilib tushuntirib berdi. Hasan va Xurshida. Rahmat sizga ustoz.